Shartnomada har 6 oy qurilish tempimni ko'rsatib, ulgurmasam 10% jarima bor deganimda, bu katta riskni ko'pchilik aytgan. O'zim ham bu narsani tushunganman, chunki qurilishda hamma narsa quruvchining qo'lida bo'lmaydi. Bu quruvchidan tashqari bu yerda force majorlar bor, qonunchiliklar o'zgarishi bor, ob-havolar bor. Aksiga olib bu yil qish ham, bahor ham, yoz ham yomg'irga juda ko'p bo'ldi. O'shaning uchun qurilish tempiga bu narsalar ta'sir qiladi. Lekin mening mijozlarim men qurilish tempida ulgursam ham, ulgurmasam ham yutish kerak. O'shaning uchun 10% jarimam bor. Birinchi 6 oyda 6 qavat binoni quraman deb shartnomada ko'rsatib o'tganman. Orqamda turgan binolar 4-chi, 3-chi qavatlarga kelgan. Lekin mendan jarima olmoqchi bo'lgan odamlarni xafa qiladigan yangiligim bor. Orqamdagi binolar bu 2-etapim binolar. 2-etap binolarim shartnoma shartlari bo'yicha 1-iyul kuni qatlama ishlari boshlanishi kerak edi. Lekin ko'rib turganingizdek 3-chi, 4-chi, hattoki qaysidir podyezdlar 6-etajga kelgan. Bu hammasi muddatdan oldinga o'tib ketgan joylarimiz. Bu esa 1-etapimiz. Bu yerda eng past podyezdim ham 7-chi qavatga kelgan, eng baland esa 9-etajda. Badali ortiq bilan bajarilyapti. Jarima mendan kutayotganlar xafa bo'lmaysizlar.